Assalomu alaykum, PM News kanalida bugun Manchester United haqida suhbatlashamiz va bugungi mehmonlarimiz sharhlovchilar Hasan Turdaliy va Muhammadiyor Soliyev bo'lishadi. Ularga tayyorlab qo'ygan savollarimiz bor. Birinchisi, Unitedda joriy mavsum ham omadsiz tarzda davom etmoqda. Bunga sabab nima bo'lmoqda? Muammolar hali o'tgan mavsumdagi muammolar hali saqlanib turibdi. Baribir tarkib borasida Amarim menimcha o'zi xohlagan hamma hali futbolchilarni olgani yo'q. Baribir ko'pchiligiga kelmadi, chunki xalqaro maydonda ishtirok etmayapti Manchester United. O'zi xohlagan endi bundoq qarasa yaxshi transferlar bo'ldi. Mbemo, Kunya yaxshi transferlar, lekin o'zi aslida maqsadi Gyökeres edi, bilamiz. Ya'ni markaziy hujumchi edi va markaziy hujumchi olgani yo'q. Shuning uchun hali ham bu Ten Hag yig'gan tarkibni o'sha qolib ketgan futbolchilar bilan o'ynashiga to'g'ri kelyapti. Muammolarga to'xtaladigan bo'lsak, realizatsiya o'zi aslida vaziyat yaratish borasida menimcha United hali ham zo'r. Hatto mana statistikada birinchi o'rinda ekanligini ko'rdik. O'rtacha raqib darvozasiga 17 ta zarba beryapti. Bu zo'r ko'rsatkich. Endi muammo murabbiyda ham va murabbiyda ham emas. Ya'ni murabbiy ozgina futbolchilarning o'zini pozitsiyasida o'ynatmayapti, lekin shunda ham shuncha vaziyat bo'lyapti, gollar bo'lmayapti. Bu yoqda endi murabbiyda emas deb o'ylayman-da muammo. Manchester United o'tgan mavsumdan ko'ra yaxshiroq ko'rinyapti menga. O'tgan mavsumda misol uchun Chelsea bir kishi kam bo'lib qolganda bunaqa hujum qila olardi deb o'ylamasdim va Arsenal bilan bahs 0-1 ortda qolayotganda reaksiya bera olmasdi. O'tgan mavsum Manchesterda shunaqa muammolar bor edi. Bu mavsumda har holda aytildi, hujumkorligi bor, vaziyatlar bor, lekin United bir nechta pozitsiyalarda juda ham oqsayapti. Angliya Premyer Ligasining zaif pozitsiyalariga ega ham hattoki bir nechta nuqtalarda shular o'z ta'sirini ko'rsatyapti va Ruben Amorim, menimcha Ruben Amorim atrofida o'sha ketish haqida gap so'zlar paydo bo'ldi, lekin istalgan murabbiy hozirgi davrga kelib qolsa, undan yaxshiroq natija qilishiga kafolat bo'lmaydi. Bu yillar davomida to'planib kelgan muammolarning yechimi va bu muammolarga yechim murabbiyning o'zgarishi bo'ladi deb o'ylamayman. Shuning uchun baribir juda ko'pchilik kutdi transferlardan so'ng Manchester United bu mavsumda yana o'sha top natijalarga qaytadi, yuqori natijalarni ko'rsatadi, top jamoaga aylanadi deb, lekin bu bir mavsumda bo'ladigan oson ish emas va hozir davom etayotgan holat, mag'lubiyatlar ko'pligi, bir formaga tushib ola olmaslik bu juda tabiiy holat deb o'ylayman Manchester United. Bu borada men Amarim hozir ayni paytda qaysarlik qilyapti deb o'ylayman. Dogmatik murabbiy ekanligini isbotlayapti. Ya'ni u Sportingda ishlagan bu sxema, lekin 3-4-3 da kerak paytda hujumda o'ynasa, kerak paytda himoyalanishni ham bilardi. Futbolchilar shunga mos edi. Hozirgi futbolchilar esa unchalik ham 3-4-3 taktik sxemasiga mos kelmayapti. Ayniqsa tayanch zonadagi Fernandeshning o'yini eng nozik nuqtalardan bittasi bo'lib qoldi. Fernandesh u baribir yaratuvchi futbolchi. U aynan uni pozitsiyasidan esimda qolib ketdi, o'sha Fulham bilan uchrashuvda gol o'tkazib yuborildi. Arsenaldan Fulhamga o'tgan edi. Smith-Rowe gol urib ketgan vaziyatda ham o'sha Fernandesh qo'yib yubordi boshida. Shuning uchun futbolchilardan baribir kelib chiqib taktika tanlash kerak menimcha. Bitta men tahlilga ko'zim tushganida 3-4-3 da oxirgi marotaba muvaffaqiyatga erishgan murabbiylardan eng zo'r o'sha 3-4-3 ni muvaffaqiyatli qo'llagan murabbiylar Tuchelni aytsak bo'ladi. Endi to'g'ri, bu yerda Gianpiero Gasperini yoki Xabi Alonso ham yaxshi natijalar qayd etdi, lekin Tuchelniki nisbatan Chempionlar Ligasida yutilganligi uchun va APLda bo'lganda. APLda bo'lgan. U majburlikdan 3-4-3 ga o'tganda, futbolchilarning salohiyatidan, ularning profilidan kelib chiqqan holda. Amarim esa o'zi majburlatib o'tkazyapti-da futbolchilarni bu pozitsiyaga. Shuning uchun Amarim qaysarligi o'zini boshiga yetmasa bo'ldi menimcha. Chunki qanotda o'ynaydigan futbolchilar ham u yerda universal bo'lishi kerak. Hujumni zo'r qo'llab-quvvatlab, o'z navbatida himoyachi sifatida ham zo'r o'ynashi kerak. Dorgu bilan Dalot yoki masalan Dialoni ham qo'yapti, baribir nav yo'qli bo'lib qo'yapti va markaziy hujum, to'g'ri, markaziy himoya asosiy muammoli chiziq menimcha. O'sha Silva bo'lardi payti Chelsea'da. Silva bilamiz, maydonni zo'r ko'radi, uzoq masofaga zo'r pas beradi. Bu yerda o'ynayotgan futbolchi esa doim bosim ostida qo'rqadigan o'sha yo qanaqadir ko'p xato qiladigan futbolchi bo'lib qolyapti. Yo Maguire yo De Ligt. Uni yonida o'ynaydiganlar oldin Rudiger bilan Aspilicueta bo'lgan bo'lsa Chelsea'da, bu yerda esa Leni Yoro bo'ladi, Shaw bo'ladi. To'g'ri, ular tepaga ko'tarilib o'ynashi mumkin, lekin nima deydi?
hali u darajada hujumga nima deydi, pas bera olmaydi. Rudiger zo'r edi, bu tarafdan yoki Aspilicueta ham zo'r edi. Pas bera oladigan qobiliyati bor. Shu narsa yo'q ularda demoqchiman-da. Shuning uchun tavakkalchi, shunaqa qaysidir sifatlari hali bunga mos kelmaydi. Shuning uchun hozircha ayrim futbolchilardan kelib chiqib turib, menimcha joy kelganda raqibga qarab turib moslashish kerak. Hamma o'yinda hamma raqibga 3-4-3 qilish shart emas menimcha. Qisman qo'shilaman, lekin Amorim boshqa sxemada o'ynay olarmikin degan savol bo'lyapti. O'zi Manchester United 3-4-3 da juda ko'p narsani yo'qotdi. Birinchisi bu Kobe Mainu. Manchester akademiyasida so'nggi yillarda Rashforddan keyin chiqqan menimcha eng katta talant Kobe Mainu edi va u Ten Hag davrida qanaqa o'yinlar namoyish etdi. Bitta o'zi qutqarib ketgan bahslar bo'ldi. Yarim himoyachi uchun super texnikaga ega futbolchi edi u. Hozir United yarim himoyachi qidiryapti. O'sha Balebaga qiziqdi. Maynusi bor-da bu tarkibda, lekin Kobe Maynu 3-4-3 ga mos emas. Va ikkinchisi Alejandro Garnacho. Chelsea ga berib yuborilgan futbolchi, asosiy tarkib o'yinchisi edi, lekin Ten Hag 3-4-3 ga o'tgach, u o'sha qanotda chiziqda o'ynaydigan winger u. Bemu bilan Kuni ham baribir markazga yaqinroq, ular o'sha markazda zich hududda o'ynab keta oladigan, keng masofalarda o'ynaydigan futbolchilar emas. Shuning uchun Garnacho ham kerak bo'lmay qoldi jamoaga. O'z-o'zidan bu hatto Diallo topish qiyin bo'lyapti o'zini. Diallo ham u hujumkor futbolchi-da, u lateral emas, fullback emas. Shuning uchun Dialloda ham pastlash davri sezilyapti. Va hozir gapirayotganingizda o'ylab ko'rdim, Manchester Unitedda 3-4-3 da kim yaxshi o'ynay oladi? Bitta Lisandro Martins xayolga kelyapti, u ham jarohatda-da. Shuning uchun baribir Amorim ketish kerak degan fikrlardan ko'ra Amorimga mosroq futbolchilar tezroq olib kelinishi kerak. Mavsumga umuman tayyor tarzda kirib kelmadi Manchester United. U istagan Baleba olib kelinmadi, u istagan birorta himoyachi olib kelinmadi, u istagan hujumchi olib kelinmadi, o'rniga Sheshko olib kelinyapti. Shuning uchun ham Manchester Uniteddan natija kutganda murabbiyga unga mos futbolchilar tanlab berildimi degan savol ham bo'lishi kerak va aniqki United rahbariyati Amorim tanlanganda u 3-4-3 da o'ynashni bilardi. Shunga qarab hozirlik ko'rilmadi. Shundan kelib chiqmaydimi murabbiyning salohiyati? Ya'ni u bitta faqat hozir profilda o'ynata oladi, murabbiy boshqaga o'ta olmayotgan. Ya'ni zo'r murabbiylar vaziyatdan kelib chiqib, sxemani o'zgartiradi, futbolchilarning joylashuvini o'zgartiradi-yu, qanaqadir. Shu taraflama u kuchli emasligini ko'rsatib qo'ymayaptimi? Ya, 3-4-3 dan ba'zi o'yinlarda voz kechsa o'zi ham aytdi-yu, menga bo'lgan futbolchilar hurmati ham qolmaydi, o'sha prinsipim yo'qligini ko'rsatib qo'yaman deganda ham qildi va eng qiyini ham men 3-4-3 ga o'tish deb o'ylayman. Terma jamoamizga o'sha Katanets kelganda umuman tarixda 3 talik himoyachi bilan o'ynamagan O'zbekiston 3-4-3 ga o'tdi-yu. Va bu bir necha yil oldi. Tinimsiz tanqid qildi sharhlovchilar, jurnalistlar Srechko Katanetsni bu uslubini, lekin amalda juda katta natija berdi-yu. Manchester Unitedda 3-4-3 ishlab ketish uchun baribir hattoki bir mavsum qurbon qilinib yuborilishi ham mumkin. Sekin-asta futbolchilar moslashadi, moslashmaganlar ketishni boshladi. Va o'z aslida transfer oynasi juda muhim edi. Transfer oynasidan juda yomon chiqdi deb o'ylayman Manchester. Hattoki hujumdagi futbolchilar bilan 3-4-3 da menimcha hujum Mount bo'lsa ham, hujumda Kunya bo'lsa ham, boshqa o'yinchi bo'lsa ham vaziyatlar yaratish muammo bo'lmayapti, lekin himoyalanganda 3-4-3ni zaifligi ham o'zi shu, balkim himoyalanish bo'lsa kerak. Himoyalanganda muammolar yetarli bo'lyapti. Biroz avvalgi aytgan fikringizga qo'shilaman. Himoyada bitta aqlli, birinchi pasi bor o'yinchi kerak deb o'ylayman. Balkim Lisandro qaytishi bilan bu ham yechim topib ketishi mumkindir. Keyin ana Amorim to'g'irlash kerak bo'lgan narsa, buni bundoq qarasak, undan oldingi murabbiylar ham to'g'irlay olmadi. Bu jamoaning standartlarda himoyalanishi. Har qalay himoyadan hujumga o'tishdagi muammolarni yo'qotdi Amorim. Ten Hagda ham bor edi, undan avvalgi murabbiylarda ham doim bitta ozgina pressing bo'lsa xato bo'lardi, individual xatolar bo'lardi. Shu narsa yo'qoldi, lekin standartlarda hali ham ko'ryapmiz, jamoa o'sha qiynalyapti. Nozik nuqtasi bo'lib qolgan va doim bilib olgan o'sha raqiblar bundan umumiy foydalanib qolishyapti. Va Amorim hech bo'lmasa standartlar ustida ishlaydigan qanaqadir murabbiy yollash kerak menimcha. Shu eng to'g'ri yechim. Standartlar ilm bo'lib qoldi hozir. Arsenal yoki boshqa jamoalar standartlardan gol uryapti. Alohida murabbiy yo'llangan. Shuni qilish kerak Manchester United. Xato qarorlarni boshqa xatolar bilan yopib kelayotgan rahbarlar menimcha. Endi o'zi bir-biriga juda bir uzviy bog'liq, sabablar ko'p. Birinchisi, bitta murabbiy bilan uzoq yillar davom ishlagandan keyin, davom etgan o'sha yillardan keyin, Sir Alex Fergusondan keyin tarkib siqib suv ichib bo'lingan tarkib edi. Ko'pchilik yoshi o'tib qolgan futbolchilar edi. Ulardan keyin
deyarli yangi jamoa qurish kerak bo'lgan paytda David Moyes tanlandi. Bo'lib ham o'rta miyona darajadagi murabbiy olib kelindi. Shotlandiyalik bo'lganiga sal o'zinikini ruscha aytganda poddeshka qo'yardi. Lekin bu eng katta xatoni boshlanishi bo'ldi menimcha. Qanaqadir baribir tizimsiz bo'lgan United, zo'r shaxsiyatli bo'lgan u yerda, lekin tizimli futbol endi katta sahnaga chiqayotgan davr edi. Guardiola paydo bo'lgan. Undan tashqari baribir tizimli o'ynaydigan jamoalar sekin-sekin katta sahnaga chiqib borayotgan davrda edi. Juda qiyin davrda ketib qoldi Ser Alex ham. Shuning uchun bu ham bitta sabab. Bu ham sezgan ekan. Muammolar nima deydi, ortdan to'fon kelayotganini sezdi. Keyingi albatta sabablar bu baribir umuman bir-biriga o'xshamaydigan murabbiylarning tanlanishi. O'sha Louis van Gaal deymizmi, Mourinho nisbatan garchi uni uslubi eskirgan bo'lsa hamchi, balki hali imkoniyat bersa yana nimadir qilardi, nimadir yutib berardi. Chunki u Mourinho qanaqadir o'zi xohlagan hamma futbolchilar o'zi xohlagan futbolchilar emas edi. Kimlar bilan sal chiqisha olmay qoldi, o'sha Pogba bilan bo'lgan muammolar. Anaqa aytgandiku, avstraliyalik murabbiy Rangnick. Ochiq jarrohlik amaliyotiga muhtoj. Hozir hech qanaqa dori-darmon yordam bermaydigan holatda United. Hozir ham shunaqaroq holatda. Mana shu ochiq jarrohlik amaliyoti qilindi va bu to'g'ri qilindimi yoki yo'q, endi buni vaqt ko'rsatadi. Yaralari bitgandan keyin bilamiz. Shundan keyin ko'ramiz. Manchester Unitedda tizimli muammolar rostdan ham Ser Alex ketgandan keyin deyiladi-yu. Ser Alex ketgandan keyin eng to'g'ri tanlangan murabbiyda fikringizga qo'shilaman Jose Mourinho edi. Chunki Manchester Unitedga muhit nuqtai nazaridan bosimlar, o'sha sobiq futbolchilarning bosim nuqtai nazaridan bitta bo'z kerak. Tizimli murabbiy doim qidirildi-yu. Tizimli murabbiy emas, katta shaxsiyat kerak deb o'ylayman. Chunki Manchester o'zi bejizga emas, uzoq yillar Zidanga qiziqdi-yu. Zidanni ko'ndira olmadi. Agar Zidan kelganda muammolarga birdaniga yechim bo'lib ketishiga men ishonardim. Futbolchilarni o'sha rahbariyatga ta'sir o'tkazishi, muxlislar va atrofni o'sha bosimdan muhofaza qilib turadigan shaxs edi-da. Buni Ten Hag uddalay olmadi, buni Solskjaer uddalay olmadi, hattoki o'zini o'yinchisi bo'lgan taqdirda ham. Shu nuqtai nazardan va Ruben Amorimda kichik bo'lsa-da o'sha xususiyatlarni ko'ryapman. Rashfordni ketkazib yuborish ham Manchester Uniteddan bu juda katta ish. Garnachoni ketkazib yuboryapti. Ya'ni muxlislarning yoqimtoyiga aylangan futbolchilarni va jamoadagi muhitni, oila muhitini buzadigan futbolchilarni ketkazib yuboryapti. Manchester United oldin xayolimda faqat o'sha futbolchilar ko'chada ham birga yurardi-yu, bir oilaga o'xshardi. Hozir oila emas-da bu jamoa. Va shu oilani buzib turgan bir ikkita o'yinchilar ketdi deb o'ylayman. Oila qurishni boshlayapti, biroz g'alati jumla bo'lar ekan, lekin shunaqa Ruben Amorimda va shuncha yillar isbotladiki, Manchester Unitedda murabbiy almashtirish bu aslo yechim bo'la olmaydi. Imkon berib ko'rish kerak. Bundan yomoni bo'lib ketish qiyin. Chempionshipga baribir tushib ketmaydi bunaqa jamoa. Va yaqinda statistika chiqdi-yu, Manchester United yilni eng katta foyda bilan yakunlagan jamoa. Ya'ni moliyaviy jihatdan United 600 million dahshatli ko'rsatkichlarga ega. Shuning uchun Manchester United murabbiyga har qanaqa holatda uzoqroq muddat berish kerak endi. Shunda baribir asosiy aybdor ko'proq rahbariyat deb o'ylayman. Ya'ni hattoki Redcliffe emasda, Glazerlar. Hozir Manchester rahbar Redcliffe deyiladi-yu, unda qanchadir ulush bor-da, asosiy rahbar baribir Glazerlar. Sekin chetga o'tib olishdi. Redcliffe'ga topshirib bosimdan ham. Rostdan ham o'sha Glazerlarchi muxlislarning ovozini o'chirish uchun bitta-ikkita yulduz doim olib kelib turishardi. Misol uchun bu yoqdan 500 million kelib turibdimi, 100-200 millionni sarflab qo'yishadi. Cazemironi olib kelishadi. Shu doim qanaqadir tayyor yulduzdan olib kelishadi. O'sha Woodward ishlardi-yu oldinlar. Shunaqa o'sha Di Maria, Depay, Zlatan, Falcao bitta-ikkita yulduz olib kelib muxlislarning ovozini o'chirish uchun olib kelinganda edi. Natijaga to'y bo'lgan futbolchilar olib kelibdi. Shunaqaroq tarzda ish tutilib kelinganda ham tuyuladi. Yevropadagi Saudiya bo'lganda Manchester United shu mablag' ishlash uchun keladigan jamoaga ham aylangan. Shularni yo'qotyapti-da hozir Ruben Amorim. O'shalarni hozir hamma kelgan muammolari Amorimning yelkasiga tushyapti. Hozir u hammasini o'zi bitta o'zi qila olmaydi, rostdan ham rahbariyat yo'q. Menimcha ikkalamizni ham qolish kerak degan fikr o'zi Ruben Amorim. Endi hozir hali ertada ketishga hali sal nima deydi? Hali sog'lig'i joyida. Eski qudamizga o'xshab hali sochlar joyida turibdi. Uchtadan ko'p bo'lsa-chi. Hop, 3ta bo'lsa, 3ta. Men boshlayman. Ha, boshlang. Luke Shaw zo'r futbolchi.
iste'dodli deyishadi. Iste'dod. Ha, Manchester Jarohatlar olish bo'yicha. jarohatlar baribir va Manchester Unitedning so'nggi 10 yillikdagi eng zaif nuqtasi baribir chap qanot deb o'ylayman. Shou bemalol yopa oladi. Dunyoda shou agar darajasida o'ynab bersa eng zo'rlardan. Lekin uning jarohatlari baribir butun mavsumga pad beryapti. Shou ketsagina uning o'rniga bir katta nom olib kelinishi mumkin chap qanotga. Ikkinchisi Altay Bayindir. United darajasidagi darvozabon deb o'ylamayman Altay Bayindirni va Kazemiro bor ekan, bosim bo'laveradi, uni asosiy tarkibda tushirish kerak. Qanday qilib Kazemirodek futbolchisi borligida uni tushirmaslik kerak. Lekin rahbariyat ham o'ylasa kerak-da, Amorim yarim himoyachisi so'rasa, senda Kazemiro bor-ku deb o'ylasa kerak-da, baribir yangi futbolchi kelmasligiga bir qaysidir o'yinchi kelish kerak bo'lsa, Kazemiro bor-ku deb biroz raqobatdan qochishi ham mumkin. Shuning uchun va Manchester United eng katta maosh oladigan futbolchi Kazemiro hozir. Men Kazemiro yo'q deb variantlarim ichida, 3 taning ichida siz gapingizdan keyin o'ylab ko'rdim-da, rostdan ham Kazemiro ayni paytda futbol rivojlanib ketdi. Kazemiro profilidagi futbolchilar borgan sari yo'qolib boryapti. Bu pozitsiyada o'ynaydigan futbolchilarga qo'shimcha nima deydi, sifatlar kerak bo'lib boryapti. Xususan Kazemiro baribir yoshi ham o'tib boryapti. Shuning uchun ham bundoq qarasa, Liverpoolchi aytgan bo'lsa ham, lekin to'g'ri aytgan bo'layman. Futbol seni tark etishdan oldin sen futbolni tark et deydi. Yo'q, hali Kazemiro foyda beradi. Qaysidir o'yladi bo'ladi, nima deydi, kerak bo'ladi, lekin unga qurish noto'g'ri, unga to'liq ishonib qo'yish markazni noto'g'ri deb o'ylayman. Ya'ni uni juda ketkazib yuborish tarafdori emasman-u. Sal maoshini qisqartirib bo'lsa ham olib qolsa bo'ladigan futbolchi-da. Darvozabon, birinchi meni ham hayolimga kelgan pozitsiya darvozabon. Bayindir ham, qolgan hozir keyin kelganlarda ham ko'rmayman. Bitta katta shaxs kerak. O'sha Donnarumma nisbatan tushardi menimcha. Qo'ldan chiqardi, men ham xuddi shunaqa fikrdaman. Keyin yana bittasi o'ylanib qoldim. Fernandeshmikin deb o'ylayman. Chunki Fernandesh yo'q, to'g'ri yetakchi, lekinchi u ketsa bitta ko'rish kerak-da jamoani. Hozir unga bog'liqligi bor-da. Fernandesh o'rnida balki yaxshi narxga sotiladigan bo'lsa, qolganlar ochilib ketib qolishi ham mumkin deb o'ylayman. Balki. Qanaqadir Sardorga mos emas-da, Sardor pozitsiyasiga uncha mos emas. Qolgan pozitsiyalardan uncha hozir fikr bildirish qiyin. Dorgu ham hali men ko'nglim to'lmayapti. Dorguni lekin ketkazishga erta, hali o'zi endi kelgan futbolchi. Dorguni zaxiraga o'tkazish kerak-da, boshqa o'yinchi olib keladi. Shunaqa. O'zi, ya'ni qamas ketsin desam, lekin qanaqadir ketkazishga 100% sabablar hozircha kam. Chunki hali ko'rish kerak ayrimlarni. Menda o'zi bir necha yillardan beri bu ro'yxatda Maguire bor edi, lekin chiqardim. Himoyada Maguire rostdan yaxshi o'ynayapti o'zi. Shunaqa. Yo'q, buzuvchanlik qobiliyati Maguire'da yaxshi, yoki standartlarda borib gol urib berish mumkin, lekin hozirgi futbolda o'sha aytgan gapim, endi markaziy himoyachilar ham ancha aqlli bo'lish kerak. Maguire'da o'sha sifatlar yo'q-da. O'sha sifatlar yo'q. Hozir savol ichida deyarli javob beramiz. O'zi bunday qarasa, men baribir darvozabon, shunaqa zo'r darvozabon olish kerak. U Van der Sar misol uchun lider bo'lgan, himoya lideri bo'lgan. Men Vidic bilan Ferdinand o'ynagan bo'lsa ham, ularni boshqarib tura oladigan darajadagi katta kuch bo'lgan. Undan oldin Shmeykelda ham shunaqa bo'lgan. Baqiradigan darvozabon. Baqiradigan. U hozirgi darvozabonlar faqat darvozabonda, boshqa nima deydi? Jamoani eshitishadi hozirgi darvozabon. Jamoani yarmi bo'lish kerak darvozabon. De Gea'dan keyin boshlandi hammasi. De Gea'chi unaqa emasdi-da. De Gea o'zining ishini zo'r qilib qo'yardi, bo'ldi, qolganiga aralashmasdi-da. Shuning uchun ham qaysidir himoyachi ham aytgan, hattoki o'shandan keyin Ferdinand bilan yo Vidichni o'zimida orqadan gapirib tur deyishgan, o'rganib qolishgan Van der Sar baqir-chaqiriga-da. Rostdan ham shunaqa darvozabon kerak hozir. Masalan, Alisonlarda baland ovoz bor. O'sha Van Dijk ikkalasi aytishadi ko'p, eng baland ovozli futbolchilar deyishadi Liverpoolda. Kerak bunaqa rostdan ham. Va darvozabondan tashqari yana o'sha Maguire'ga o'xshagan pozitsiyaga yaxshi himoyachi, lider himoyachi kerak. Hamma jamoada bor. Himoyaning lideri bo'la oladigan, bundoq qarasa top jamoalarda, APLda hammasi lider bo'lib bo'ladigan himoyachilar bor-da. Maguire lider bo'ladigan sifatlari bor, lekin o'yin taraflama lider bo'lib bera olmayapti-da. Menda ham darvozabon birinchi nuqta. Emiliano Martinez va Emiliano bor. Donnarumma qo'ldan chiqqan ikki futbolchi deb o'ylayman. Unitedga oyoqda o'ynaydigan darvozabon kerak emas, to'g'risi. Unitedga chiziqda qutqaradigan darvozabon kerak. United muammosi shu bo'lyapti. De Gea'ni qaytarib olish haqida gap so'z bo'ldi. Juda xursand bo'lgandim aslida United uchun. Hozirgi Unitedga
o't o'chiruvchi kerakda. Aynan darvozabondan tizim boshlaydigan holatda emas. Ikkinchisi chap qanot himoyachisi Dorgudan. Umuman kecha assist qilgan bo'lsa ham Dorguda qancha xato ketdi. Qarshi hujumlarni boshlashda xatoga yo'l qo'yildi. Luke Shaw aytib o'tgandek formada emas, majburan Dalot chap qanotga o'tib o'ynash mumkin. Ancha yillik muammo va Sheshko o'ynab ketsa yaxshi hujum. Zirkze nega zaxirada qolib ketyapti hayronman. Zirkze juda kreativ futbolchi, yaxshi hujumchi va markaziy yarim himoya. Bejizga emas, Balebaga bunchalik qiziqqani Manchester Unitedni va bu mavsumdagi asosiy muammolardan biri shu Amorim xohlagan tayanch yarim himoyachisi olib kelinmagan deb o'ylayman. Chap qanot himoya, markaziy yarim himoya va darvozabon. Mayli shunaqa bo'lsin. Fernandesh haqida shuni gapirdim. O'ntalikda bo'lsa kerak har qalay. Lekin qiyin-da hozir baribir muammolar ko'p. Kamchiliklar nima deydi, bartaraf etish kerak bo'lgan kamchiliklar ko'p. Himoyada hozir baribir 3 ta himoyachi bo'lib o'ynayotgan bo'lsa ham xatolar kuzatilyapti. Gol urishi mumkin jamoa. Men gol urishidan endi sal xavotirim kamaydi, lekin gol o'tkazib yuborishi aniq bo'lib qoldi-da jamoa. Muntazam gol o'tkazib yuborishi aniq bo'lib qoldi. Darvozabon pozitsiyasi hozir yana o'sha gapga qaytarishimiz kerak bo'ladi. Ishonchsizmi? Haligacha nima deydi, 100% ishonch bildirish qiyin Bayindirga ham, Nargisiga ham. Uzoq borsa bir 7 talik, 6 talikda bo'lsa kerak. Keling men kulminatsiya qilay. Manchester haqida gap ketganda nimagadir pozitsiya bo'lishni xohlayman. Chempionlar Ligasi yo'llanmasini qo'lga kiritish mumkin deb o'ylayman. 4 yoki 5-o'rin. Chunki orada juda o'yin o'xshamay qoldi-yu. Avvalgi turlarda Mount hamda Kunya jarohat sababli ular safga qaytishdi va Lisandro Martinezning roli juda katta deb o'ylayman bu jamoada. Himoyadan hujumni boshlash jarayonida liderlik xususiyati ham bor. O'zi shu futbolchi sardor bo'lish kerak deb o'ylayman jamoada. Agar yana jarohat olib qolmasa, unda ham Showga o'xshash muammolar ko'zga tashlanyapti va nimagadir umid borki, shu hujumlardan baribir menda ham Unitedni o'yinni ko'rganda oldin qachon hujum qilar ekan degan savol bo'lardi. Hozir har holda shu muammoni yechib oldi. Agar himoyada ham biroz nazoratni yo'lga qo'yib oladigan bo'lsa, futbolchilar 3-4-3 ga moslashib oladigan bo'lsa va eng katta ustunlik Liga Kubogidan chiqib ketdi Grimsbyga yutqazib. Yevrokubokda yo'q. Faqat Angliya Premyer Ligasida o'ynasa, qolgan raqobatchilarda taqvim juda yomon-da. Bunisi bor, to'g'ri. Shuning evaziga 4 yoki 5-keling 5-o'rinda ko'ryapman-da. To'g'ri, juda qiyin-da. Rostdan, hozir xalqaro maydonda o'ynamaslik esdan chiqibdi. Harakat qilib ko'rsa bo'ladi. 6 ga ko'tardingiz, 7-o'rinda. 7 ga sal ishonyapman endi, aksincha. Yevrokubokka chiqsa yaxshi bo'ladi. Baribir United muxlis armiyasi katta. Har qanaqa Yevropa Ligasi bilan Konferensiyalar Ligasini bo'lsa ham ko'rishga majbur qiladi-da, chiqsa. Shunisi bor.